Sizlarni oddiygina hashmatdan yiroq bo'lgan videoyimga taklif qilaman. O'zim uchun sport zalga fitness sumka zakaz qildim. Chunki eskisi dabdala bo'lib chirib ketdi. Bechora 1 yil bo'lib, usti butun, ichlari ozgina yomon bo'lgan. Shunda ham qoragina oldim, chunki nimadir bo'lib qolsa uncha bilinmaydi. Darrovgina shunaqa apchashka bo'lib turadigan sharmanda kiyimchalarimizni sovalamiz. Обязательно har bitta darsingizga yangi kiyim kiyinglar. Chunki o'tdan reально dahshat hid chiqib ketadi bir xillardan. Lekin bizning gruppa приятный odamlarga boy. El-karnitin sovalamiz. Oldin mana shunaqa katta baklashkada solib yurdim. Baxtimga spirt idishi bo'shodi. O'shanga solib yuraman. U bechora baklashkani dezinfeksiya qilaman deb battar kichraytirib qo'ydim. Oyna, tak, suxoy pudra, balzam, salfetka, mani chirib ketgan, ammo boygina kashloganman. Hamma narsamni bitta qilib joylab olib ketaman. Chunki ishga ham shu yerdan o'taman. Ishdan keyin o'taman o'tga.